Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi ko'chmas mulkimiz Urganch shahar yangi Ashxabodsida yarim plan bir etajli hovli joyimiz sotuvga chiqdi. Mestasi zo'r, ko'chasini ko'ring, ko'chalar ham keng, feyzli, xonadon bo'ladi. Xudo xolasa joyimiz 80% bitib turibdi. Shpaqilovkalar bitgan, patologimiz gipsakardon qaqib bersangiz ajoyib patolog bo'ladi. O'ng qo'limizda rakovina joylashgan. Kanalizatsiyalarimiz ko'cha tarafi, yo'l yon tarafiga chiqqan, hurmatli yurtdoshlar. Bog'inda, ko'cha tarafida bog' ham bor. Xonalar aqvoyna, har xona uchun avtomatlari bu yerga qo'yilgan. Ya'ni bol yog'ochlardan tashalgan. Ajoyib. Beda ajoyib batareyalardan qo'yib bersa bo'ladi. Bera qo'yilgan, beram qo'yilgan, shpaqilovka bitgan, elektrik montajlar ham bitgan. Ajoyib xonadon. Ya'ni bera vodovorot ham kirib turibdi. Berimiz do'lam bo'ladi. Bu tarafimizga kiradigan bo'lsak, zalimiz. Ya'ni ajoyib zal. Zalimiz ham gap yo'q. Bilening to'plamimiz tushib turibdi. Oyoq tellarimiz stashka bo'lgan, ajoyib. Ustidan parketni pol qaqib beramiz. Yan tarafimizga kiradigan bo'lsak, sanuzel, beda aristonimiz qo'ysa bo'ladi beda. Kir serish uchun narsamiz qo'ysak bo'ladi. Bera vannamiz qo'yamiz. Patolog ham baland. Ullu tushgan sanuzelimiz. Ben tarafimizga kiradigan bo'lsak, spannimiz razmeri yoki 4x4 4x4 o'xshaydi, ullu tushgan. Aynamiz do'lan tarafiga qaragan. Bu yan tarafimizga o'tadigan bo'lsak, yana bir spannimiz. Bol yog'ochlardan ajoyib bundan tashalgan. Akkuratni aynalarimiz ayna bog' tarafiga qaragan. Yerimiz ham stashka bo'lgan, montajlar bitgan. Ajoyib. Aboyni bosib, parket pol patologini assangiz joyimiz bitib turibdi. Yashag'idin bo'ladi. Sanuzelni o'tib berasiz, benda parti qurasiz. Kanalizatsiyalar turbalar bera chiqqan. Bera katulimizni joylashtirsak bo'ladi. Montajlar bitib turibdi. Bera batareyamiz qo'yamiz. Shlankalar chiqib turibdi hammasin. Bog' yon tarafı eshigimiz ta'mir eshigi ekan. Bog' yon tarafimizda bog'ning ajoyib joyimiz. Joyimiz narxini keladigan bo'lsak, $29.500. Üstüne kelganda kelishib qaytib beriladi. Sağ olun, salomat olun. Kanala abone bo'lishdan chiqmasin. Hamma shundan toza joylar olib yashab o'tirish nasib etsin. Sağ olun, salomat olun.